Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz kuzatuvchilari. Bugungi kuningiz xayrli bo'lsin. Anchadan boz sizga o'xshagan xaridorlarimiz tomonidan xamir qorg'ish test emeslar to'g'risida ko'p ma'lumotlar so'ralar edi. Shu ma'lumotlardan birida siz tomonidan bizga taqdim qilayotgan test emeslar xorij davlatdan olib kelinayotgan test emeslarni bahosi biroz qimmat. Shuning uchun hammaga ham to'g'ri kelmayapti. Shunga bir oz undan ko'ra bir oz arzonroq test emes yo'qmi degan savolga biz yaqindagina yechim topdik. Nufuzli zavodga borildi va nufuzli zavoddagi korxona rahbarlari bilan muloqot qilib, oxiri hozir ana shu xorijdagi demak ishlab chiqaruvchimiz tomonidan bizga yangi uskuna taqdim qilindi. Buni ikki xil demak ko'rinishdagisi, birinchisi 25 kilogramlik test emes, ya'ni dejasi 80 litrlik va 130 litr dejalik 50 kilogram un va 80 kilogram testa bo'ladigan, ya'ni xamir bo'ladigan uskunamizni hozir sizga taqdimotini qilmoqchimiz. Raqamli tizim bilan boshqariladi, lekin ana shu biz olib kelayotgan xorijdagi bilan tortisha oladi. Ayni ana shu narsani sizga bemalol xamirlaringizni chiqarib beradi. Asosiy qandolatchilik sohasida bu ishlarni qilishda xamir, bulochka, yana shunga o'xshagan non, yana boshqa narsalar qilish vaqtida, ya'ni drojavoye testa, ya'ni durajalik ko'payadigan xamirlar qilish vaqtida demak asosiysi mana shu test emes bizga xizmat qiladi. Test emesi xizmati qanaqa desak, bu test emesimiz shundoq bo'lishi kerakki, demak xamirni qizdirib qo'ymaslik kerak. Ana shu xuddi ana shu xamirni qizdirib qo'ymaydigan uskunani hozir sizga taqdimot qilyapmiz. Marhamat, tomosha qiling. Bu joyda demak raqamli tizim joylashgan. Men start knopkasini bosyapman. Ishga tushyapti. O'zingiz bilan ko'rdingiz. Bu demak test emesimiz 130 kilogram ana shu deja 50 kilogram un chiqadi va 80 kilogram testa bo'ladi. Timer bor. Timerimiz bor. Kuzatishingiz mumkin. Hozir birinchi skorosdan avtomatik holatda ikkinchi skorosga o'tamiz. E'tibor berasiz. Ko'rdingizmi, ikkinchi skorosda qanaqangi tezlik bilan ishlayapti. E'tibor berishingiz mumkin bo'ladi. Endi bu joyda shunaqa narsa borki, xohlasak dejani o'ng tomonga, xohlasak dejani chap tomonga ham aylantirishimiz mumkin bo'ladi. Qozonni e'tibor bering. Bu eng siz uchun, ya'ni sifatni qadrlovchilar uchun eng a'lo sifatli uskunamiz yetib keldi. Marhamat, murojaat qilishingiz mumkin. Bugun kuningiz xayrli bo'lsin. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.